bozorlikni 2 kunlik qilib qo'ygan devdiku, hech narsa qolmabdi-yu. Nega qolmaydi? Va kechagi qilgan bozorligidan piyozdan boshqa hech narsa qolmabdi-yu. Sen turib qolsalar nima beramiz? Bu odam ertalabdan qaymoq bilan non yeydigan odam emas. Kamol, sana nima deysan? Foydasi bormi gapirganni? Gapirasan, baribir o'zini bilganini qiladi. Sariq qo'rilgan jo'ja yeydi. Senga yetdimi tayinlab? Shu ham muammomi? Bo'l, hal qil, nima qilasan hozir? Uyalib qolmaylik hozir bilan hozir. Ahmad Oltinjo'ja. Ahmad Oltinjo'ja, operator Komil, assalomu alaykum. Singlimsizlarda sariyog'ga qo'yilgan jo'ja bormi? Ha, bor. Shundan buyurtma beraman. Buyurtmangizni qabul qilamiz, salomat bo'ling. Akbar bo'ldi, hal qildim. Qattan hal qilding? Ahmad Oltinjo'ja Toshkentdan, Sergeli Algoritm filialidan keladimi? Chorvoq filialidan. Assalomu alaykum hurmatli mijoz. Ahmad Oltinjo'ja yetkazib berish xizmati keldi. Raketada keldilaringmi? Chorvoq filialidan olib keldik. Nima gap, tinchlikmi? Tinchlik xo'jayin, tinchlik. Donishta tayyor. Ben bu tavuğu tanıyman. Qanaqa xo'jayin? Bu Ahmadjon otaning Oltinjo'jasi bu. Qaranchi kimdir keldi. Assalomu alaykum. Dunyo turguncha turing. Qani yaxshi keling. Xo'jayin biya bo'ladi, qo'l qo'yadigan. Xo'par akam shu kishi. Rahbarda ham adashibsizlar, qilgan ishinglarda ham adashibsizlar. Xatolik bor bu yerda. Ahmad Oltinjo'ja tanlovda adashmang.